Kredit olgan va olayotgan fuqarolar diqqat qilsin, hozirgina kredit haqida tezkor xabar tarqaldi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda 2026-yil may oyida banklardagi muammoli kreditlar miqdori 1,7 trillion so'mga ko'paydi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. 1-iyun holatiga ko'ra, respublikada muammoli kreditlarning jami qiymati 23,6 trillion so'mdan oshgan. Bu ko'rsatkich 1-may kuni 21,9 trillion so'mni tashkil etgandi. Qaytarilmayotgan foizli qarzlarning 16,7 trillion so'mi davlat banklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Qolgan qismi xususiy banklarga tegishli. Eng yirik miqdordagi muammoli kreditlarni 7 ta davlat banki ajratgan. Birinchi o'rinda qaytarilmayotgan 3,54 trillion so'm kreditlari bilan O'z Milliy bank turibdi. Keyingi o'rinlarni quyidagi davlat banklari egallagan: Agrobank 3,1 trillion so'm, O'z Sanoat qurilish bank 2,1 trillion so'm, Asaka bank 1,94 trillion so'm, Mikrokredit bank 1,78 trillion so'm, Xalq banki 1,75 trillion so'm, Biznesni rivojlantirish banki 1,1 trillion so'm. Xususiy banklardan qaytarish muddati o'tgan kreditlar miqdori yirikligi bo'yicha Kapital bank birinchi o'ringa chiqqan, 1,3 trillion so'm. Keyingi o'rinni Ipoteka bank egallagan bo'lib, jami 1 trillion so'mdan ortiq muammoli kreditlari mavjud deyiladi xabarda.